Ale Mourinho'da maza qilib himoyaga o'tib, Holland ham orqaga o'tlar. Holland himoyalardan qayta 1-0 saqlash, Brentfordda sharaf bilan bitta o'yinchi kam emas edi. Tarkibga qarasangiz, Xarullaki shunaqa futbolchilarga o'xshaydi. Chunki Doku bilan Savinho shu daraja emas. Savinho bir nozik, g'alati, qo'rqoq chiziqqa borib oladi. Doku o'ynasa Manchester City bo'lyapti hozir. Doku o'ynamadi-da kecha, keyin tushdi, normal o'ynadi. Anaqada Bernardo Silva tushdi. Bernardo Silva ham endi sal qarigan, o'rtada Rodri ketdi yana. Ketdi Rodri. Xayr dedi, ketdi. Nico Gonzalez deb olib kelgan futbolchisi oyoqdan bosib yuribdi. Men Manchester Cityni muxlislarini anaqa forumiga kiruvdim. Hammasi nimaga coach tushirmaydi deb jahl qilyapti. Ular biladi-ku ko'proq. Rostdan dabdalasini chiqarib tashladi. Bor o'rtada Holland himoyada juda ko'p. Holland kelib quchoqlashyapti. Qaytarsa, bosh bilan yechib olsa, boshqa qilsa, darvozada Donnarumma. Nega olib kelgan? Futbolni bilib turibdi-da, qutqaryapti, paqirab-puqur qilib. Pas bera olmasligi mumkin. Realga o'xshab qo'ygan. Real misol uchun Kurtuvani olib kelgan, Kurtuva pas bersa bilasiz, out ketib boradi. Donnarumma ham shuni ikkinchi turida, lekin zo'r turadi. Shunaqa. Zo'r turadi. Hollandga qarayman, Holland yaqinda kelgan-ku. Bu eski Manchester City futbolchisi bo'lib qolgan. Agueroga o'xshab qolgan. Men ko'z oldimda. O'rtada yuribdi-ani, Renders olib kelgan, o'zi bilan o'zi yuradi. Rendersga nima bo'ldi? Yo'q. Bechara nima qilsin? Maqsad bitta o'zi. Endi Sherki bilan o'ynayman, deb ana yangilar bilan o'ynaydi. Unaqa ham emas-da. Juda qiyin-da bunaqa. Nimaga o'zlari Julio Alvaresga yetkazadi? Eng katta menimcha transfer olamidagi eng katta xato shu bo'lgan. Nimaga unaqa xato bo'lgan? U Atleticoda yuribdi-da, Bobur.